Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet 13-yanvar kuni O'zbekistonda 20-25 daraja sovuq bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, Respublika Gidrometeorologiya xizmati markazining xabar berishicha, 13-yanvar kuni Toshkentda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda yaxmalak yuzaga kelishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja sovuq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlariga biroz qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Harorat kechasi 18-23 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja sovuq bo'ladi. Yo'llarda yurganda ehtiyot bo'ling. Yo'llarda yaxmalak yuzaga kelishi mumkin. Aziz vatandoshlar, ob-havo ma'lumotidan bir kun oldin xabardor bo'lishni xohlasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va albatta like bosishni unutmang.